Dangasalikni 3 daqiqada yengish mumkinmi? Ko'pchilik buni imkonsiz deb o'ylaydi. Chunki bizning miyamizga tezkor natija virusi o'rnashib qolgan. Biz xuddi tez pishar ovqat kabi muvaffaqiyatga ham 5 daqiqada erishgimiz keladi. Lekin haqiqat shundaki, bir kechada boyib ketish faqat lotereyada bo'ladi. Siz televizorda jahon chempionini ko'rasiz. Oltin medal, shon-shuhrat. Odamlar aytadi, uning omadi keldi. U tugma iste'dod. Lekin hech kim parda ortidagi 10 yillik azobli mashqlarni bilmaydi. Bu iceberg qonuni. Biz faqat suv ustidagi chiroyli choqqini ko'ramiz. Suv ostida esa yillar davomida qilingan ko'rinmas mehnat yotibdi. Xo'sh, nega biz boshlashga qiynalamiz? Chunki biz darrov choqqini zabt etmoqchi bo'lamiz. Mana shu yerda mantiqni ishga solamiz. Eng katta kuch bu to'planish kuchi. Toshni yoradigan narsa bu temir emas, bu tinmay tomayotgan suv tomchisi. Kichik harakatlar matematikasi, har kuni 1% ga yaxshilanish, yilda 37 barobar o'sish degani. Aksincha, har kuni hech narsa qilmaslik sizni tubsizlikka tortadi. Biz natijani kutamiz, lekin natija harakatlarning birlashuvi bilan keladi. Bugungi 3 daqiqa sizga foydasiz tuyulishi mumkin. Xuddi bugun tish yuvish oqartirmagandek. Lekin 1 yil tish yuvmasangiz nima bo'lishini tasavvur qiling. Xuddi shu qoida hayotda ham ishlaydi. Dangasalik bu shunchaki katta vazifadan qo'rqish. Miya men buni eplay olmayman deydi va energiya tejash rejimini yoqadi. Uni aldashning yagona usuli bor. Vazifani kulguli darajada kichraytiring. Yechim 3 daqiqa qoidasi. O'zingizga ayting, men faqat 3 daqiqa shug'ullanaman. Kitob o'qishga erinyapsizmi? Faqat bitta bet o'qiyman deng. Sport zaliga borish qiyinlik qilyaptimi? Faqat krossovkamni kiyaman deng. Bu ahmoqona tuyuladi. Lekin bu miyadagi bloklarni olib tashlaydi. Eng qiyini bu start. Mashina joyidan qimirlagach, uni itarish osonlashadi. Siz 3 daqiqadan keyin to'xtamaysiz. Chunki inersiya qonuni ishga tushadi. Bardavom qilingan kichik harakatlar bir kuni sizni dunyo qiroliga aylantiradi. Shunday ekan, katta orzularni unuting. Bugungi kichik qadamga diqqat qiling. Hoziroq telefonni qo'ying va 3 daqiqa foydali ish qiling. Vaqt ketdi. Men Mr. Logitman. Mantiq har doim siz tomonda. Ko'rishguncha xayr. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang.